balkim kulimiz yig'laymiz turmush degan shu qaynaymiz aralashib bir qozonda biz men kim sen kim bilishmas hech kim men shimoldan sen janubdan kelasan balkim kulimiz yig'laymiz turmush degan shu qaynaymiz aralashib bir qozonda tarazida o'lchab bo'lmaydi inson xushalliqidir doim kulmaydi umrini oqurib qilmag'in zaya baxtni his qiling sassam kifoya baxtni tarazida o'lchab bo'lmaydi inson xushalliqidir daim kulmaydi umrimni oqurib qilmag'in zaya baxtni his qiling sassam kifoya Özüm tanıştır bir de ya. Bana bu. Yüz asraş. Dubul kızı. Şu közümüzün çörsüge ya korkutup tutasın ha. Ben bayat dedim o kündü közmezdim sürgevatım edem. Karam. Nerede olman gerek emez. Pulunun meydan çıksa akım. Oy bu maylarınızı oynamış şunçak yaxşı mıdı? Ben muş kesip ne kılmaydı oğatıma. Tovdan. Ha? Siz muş kesip kılamsınız? Ha muş kesip ne kılma. Biz ikimiz kesip taşma? Ha. Vay. Bu burada son zaman etken yaşında kornup oturacak. Kesip taştan. Neme kıyınçılık var? Kanda kıyınçılık var, mağdan var. Yardımın aymayma. Taras, dükkünümüz nerede siz lan? Çoğun bazadı mı ya küçük bazadı mı? Oy ben bazada dukaşmıdım. Bazada dukaşmıdın? Ha. Emsi arkadaşlarınız ticaret kenişkiniz mi yokken dersin lan? Vay biçare. Emsi sizin dükkanınız nerede? Ben torda soğut kılma. Torda? Ha. Torda hey. Ben orada dep anlagam, torda dep anlamam tükenme. Torda degen kaya o, kaz bazağı o. Qarang, tor degan bağı, mundaq iliqi. Vay, tushundim. Ticaret kenişkim yoqdan ha, siz iliqi etigende keşte yaymını açıdığan, manda şepkileri var kelsa, kaçak kaçıdığan, şuna vay biçare. Oy, nimada qadamni zamlı qilsiz, men shu kompyuterda torda so'd qilmadim ha. Qarang ha, bu mening tordagi adresim. Siz kompüterda açı dükkanınız var mı? Ha. Kompüterda? Ha. Bu mallarınızı kompüterda açı qadatisiz. Qarang, men mollarimni boshda rasm tata olmadim ha. Endi rasmni kompyuterga solma. Vay koymuchi. Siz mendimi tekensiz vay. Men bu mani o'zim sataman. Size endi maylaringizning rasmini qilib satamsiz, maishingiz qolishmabdi. Ha? Endi sizning maylaringizdan olgan ha? Sizning kompyuteringizni yeniq kelib, yuziga suymoqchi bo'lsa, kompyuterga o'zi suykanda. Vay qanday. Oy, nimada qadamni zamlı qilsiz? Siz deb yiqin. Siz kunda qancha so'd qilsiz? Kuniga? Ha? Kuniga emas, haftaga dana. Endi xabaringiz bor. Bu kasbning alotidan haqoratchi kasbkan. Kunda 40-50 qavatlik binoga heli tepaga chiqayotgan, heli past tushayotgan, heli oyoqqa minayotgan, heli oyoqqa minayotgan. Uning ustiga ishni chekib, ishni ochqa vaqtida yengib, turmushingiz taqib bo'lmagan haqning chiroyiga qarab, chaqirib. Ba'zilar chiroyli qarshi olgan, ba'zilar yuzingizga jaloqlik qilib ishni yepotgan. Har bir qitim jaloqlik qilsa, yurkim jaloqlik qilib o'qirang. Bizmi odam tursak. Bu kasbni qilmay desam, ishga xotinim bor, yo'q. Xotinim bor, ishga balam bor, uning ustiga jon boqmak. Tasib ketdi. Rost tasib ketdi.
Günüm dəstəb qılmaydığı vaxtlarım var mənim. Aras, bir dəstəb qoymamsan. Qarang, rasketni qisab, bu menga rostdan lozim emas. Ya Allah, etdigan ya shuncha gap qilsam, azroqim ta'sir qilmabdi, bag'ringizga jab tashkina sizning. Ey, bu sizning maslahatlaringiz zodi nima? Koreyanang? Koreyanang? Ha? Siz ishonmamsiz? Bu vaqo qarang, ila kinoni ko'rganmi? Qaysi kinoni? Ila qayslar, yana bir qitim qayslar degan kinoni. Ila ko'rganmisiz? Qayslar? Yana bir ko'rsammi ya? Aşağıdaki Kongju'nun Yongju'nun zavdınıymış. Şu mayını işletkesке yüzler par takırıp durmuş. Uy, bu yerde Uygurca dağıtattınız bulanın ismini. O ne? Özen tercüm kılıp bakalım da Müslüman çıkılır. Yaxşı tercüm kılsın mı yaxşı? Tercümü cəhətdə həm də bu şey qatırıt qaldan qınbadın həm. Bir çıqqır xətti gelini qaram. Xatırcam tercüm kılıp durmam, loğat qaramayım. Hakikaten yaxşı tercüm kılsız. Bırak bu taza. Nima taza? Bu Koreya namasdaq turdu. Biznikidek turamdı nima? Biznikidek? Ha. Özümüzdekidekmi? Ha. Onda olsa bu Yılıq Koreyanınki şivol işlegen məsələ olsa, bana Koreyanın sivol işlegen deb ümid qildim ya. Koreyanın amaska özümüzün məsləhətləri həqiqətən yaxşı. Biroq siz alınıb qapsız. Qarang, hozir degan uchur davridan ha. Hozir nima mallar yaxshi bo'lib ketsa, hamma odamlar shu mallarni izlab tepib ishlatadigan bo'lib ketdi. Endi sizning mallaringizmi yaxshi-ki? Ha? Benim mallarım yaxshimi-ki? Onda olsa, o'sha bir anlamsiz. Nima sizga o'xsha savdo qilayotgan bo'lki, bu mallar menga rostdan kerak emas. Savdo deb ketdingiz. Nechpul savdo qilsiz ayda? Ha? Zodi yanchiqdan nechpul qiladi payda? Oyda? Ha? Oyda shu. Aydimi yo'qkandan yilda qiladi ekansizlar savdoni, ha? Qarang, men oylik kirimni toza inchki hisoblab boqmabman ha. Shu kunligi oz deganda shu Munkoy atrofida bo'lamdiki? Nechpa? Munkoy. Munkoy? Ha. Sal bo'lib qoldimi ya? Voy, yo'q, bu amir Munkoy. Tovdan. Tuva. Oy, kechiring, men qizim avlay ya. Assalomu alaykum. Voy, adash sanmitin? Ay, qanday ahvoling, yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, sen borutqa mallardan bir yurish olib qo'ydim. Qarasanga baqu, 200 so'm to'lan berdim degan adash. Voy, yo'q, unda dema. Ha, pulnima? Ha, burungi kartamga sepib qo'ysang bo'laverdi. Ha. Do'sturum? Ay, qanchalik oldik-a? 12 yurish dedingmi, adash? Oy, hozir unchalik mol yo'q. Yana shu 15 kundan keyin gap qilamiki? Ha. Ay, biroq vaqo qiradash, senga bergan bahoda hargiz beramayman-ku. Chiq deganda 100 so'm tushirib beralayman. Shunda deb qo'yasa. Ma'qul adash, mal kelganda men senga telefon qilay-ya? Ma'qul. Xo'sh. Ha, xo'sh. Bu siz 100 so'm, 200 so'm tushirib bersangiz, ash mallaringizni rost foydalanamsiz? Ha? Tovdan ey. Voy, rost. Rost ashunchalik foydalanamsiz? Ha? Her bir maldan 20% fayda alalayım ha? Qarang, hadam Fransiyada dana. Şu Fransiyada mallarni bevosita zakaz qilma. Onun ustiga mening dukunim bo'lmaganki, dukon aqilmaydi. Shuni bilan men boshqalardan to'rak sasam yana foyda bo'laverdi. Eng muhim baqo bozor uchirini tez egallashda. Ajab ash mallaringizni bek maqtab ketdingiz. Bir imkon bo'lsa, men bir ko'rib baqqan bo'lsam bo'pti ekan. Ha? Ottamına biz kesitaşko, birbirimizden sır yoşuruşmayımız-ku. Maqla, men chiqay ya. Siz o'tirib turamsiz.
Görüp bakın. Yak. Ha. Müştan, rastlaşta payısı yaxşı mı? Oy, ben sizge algan gapni ish qilyaptim. Rostlash paysi yaxshi. Oy, siz... Mani, maqsid bilan. Oy, yo'q, sizni ketmasam bo'lmaydi. Bu maldan bir sil qoldi dang ha. Onun size abaytın telefonda anladınız. Zakaz qilganlarning pulini mab bo'ldim. Qarang, hamda qilay. 15 kundan keyin yangi mallar keldi, shu sizga bir yurish beray, ya. Ya 15 gün saklasam, mening xaridorlarimning yuzi qoriq chiqsida qarang. Nishla siz bilaman? Oy, yo'q, men lazımda so'msam bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi, qarang, mandal demamsiz. Hayatı telefonda degan mal kelganligi rost. Lekin ichini qarab baq, ichini ichib qarab baqsam, chiqdi. Shunga Fransiyaga uvatdim demamsiz. Asla yolg'on gapsam Emse, manda yolg'on gap qilaman. Vaqt o'tib ketgan. Malni. Fransiyaga uvatdim. 15 kundan keyin keldi deb maqal basingiz bo'lmadimi? Oy, men telefonda zakaz qilganlarning umidini yerda qo'ydim, qat'iy bo'lmaydi, aka. Ma'quldimi? Oy, yo'q, qat'iy bo'lmaydi bu. Undaq bo'lmaydi, qarang, zakaz qilganlarni men telefonda. Demak, telefonni zakaz qilganlarga bersiz, menga bermaysiz. Ha? Ular mening kon xaridorlarim tursa. Telefonni zakaz qilganlarga Assalamualaikum. Aleykümselam. Siz kimni izlaysiz? Voy, men sizni izlayman. Siz kim o? Men sizningki yiliqi Fransiyadan kelgan bir yurish maylaringizdan zakaz qilay degan. Ha, bunda dang. Unda o'zmagu 15 kundan keyin men sizga malni sepiray. Siz adresingizni deb bering. Andan pullarni mening kartamga sep qo'ysangiz bo'ladi. Men naqd pul to'layman. Ma'qul? Ha, ma'qul. Endi men sizga 15 kundan keyin malni sepiray, ya? Hadi yo'q, lekin menga mal bugun lazımdi. Yo'q. Voy, sizda mal bor. Oy, yo'q. Sizda bir yurish mal bor. Men de hozirlik ko'rdim. Bu siz kim? Men Oy, siz dadi kim? uyingizdagi mehmon. Bu yoqqa qarang. Mana men. Oy, sizmisiniz? Kimdan qadar ahmoq qilsiz? Tavdan. O'zingiz telefon o odamga bermadingiz-ku. Oy, bo'ldilar, ba'zan beray. Ma gapingiz hali joyida. Endi bu haqiqiy o'g'avildik. O'qishni gap qilamiz. Ha, mana. Dala, 5 pul. Endi shu sizga kirgan baho bilan 600 so'mga beray. Tavdan. Sal qimmat bo'lib ketdimi ya? Har ishning sal yo'li o'g'ini yaxshi. Mana qiladi. Kesibli bir qiz gap qilmaymi o'g'avildik. Sizmi 600 qo'y deb 600 so'm deb turyapman. Bir qiz gap 380 so'm. Cheksizki 20 so'mga balarimni go'shab beray. Qanday? Kelinchi. Bo'ldilar, siz olmaydigan o'xshaysiz. Bo'pti, manda qildi. Talashmayli. Bo'pti, shu yerimjin go'shtning ma'ridan kechaymi? 100 so'm? Ha? Oy, bo'ldi. Men ishim bor, bo'ldi. Ya andamı deb ketmayli, xali yomon emas so'do'g'an. Xilmaymi, xali yomon emas dedim bo'lmasa. Voy, kammaydi u. Bo'pti. Men siz qilganni men qilmay. Mana qilmaydimi? 5 ni qatayman. 250 so'm? Kim shunday dedi? 205 so'm. 250 so'm emasmidi? Voy, bo'ldilar. Qarang, mening siqchiqda ishim bor. Mana qildi. Bo'pti, deganingiz qalay. Men 600 so'm. Mana. Endi tanig'siz. Hozir 250 so'm dedingiz-ku? Voy. Mana 250 so'm. Ha? Ha?
Şu bir sözlük so'm mu? Ha? Manın hemmisi 600 so'm. Ha? Ma birisi 250 so'm. Ha? Emsi manda qildi. Mani 250 so'mga olmay. Ha? Mani 150 so'mga olay. Voy, siz nimada qiziqadimsiz? Voy, siz zaten nerede tug'ilgan ekanlar? Bu ne tug'ilgan deydi? Öy tug'ilgan shu doktorxona yo'q deb bizni tug'dirgan. Ekanlar. Ya, ayta bo'lsin. Esmada qildi. Sanda to'lqirtaymi? 500 so'm bo'lmaydi. 550 mi bo'lmaydi? 600 mi bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Voy jo, nemanda chin savdo qilasiz siz? Bo'pti, yana 50 ni qassam qo'ybola. 650 kim bo'lmamda. Bo'lmaydi, 700 bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Voy, bo'pti. Savdo qilib pullanmoq tekman siz bilan. Va, bo'libdi. Men bir o'lib qolmasman, uni olmasam. Oy. 650. Kelmaydi. Qaram 650. Voy, kelmaydi. Ben kal obdan degendim 650 deb. Kelmaydi. Kal obdan so'g'andim 650 satmamsiz. Voy, men sizni sotmayman dedim-ku. Ems ben ketdim. Ha, qani xo'sh. Uzat. Ben başka yerden ketdim. Ha, mayli. Meni bir tutup olayım mı demeysiz bu? Voy, men sotmayman dedim-ku. Bakla sizi tamamlayın. Oy. Getdüz. Voy. Bolu satma. Ben onu da. Bolu satma. Satma. Baş. Voy. Ben satqın kelgan mı, ağını mı? Tova. 600 desem 700 tashlab chiqayotganman. Ajoyib odamlar bor-da. Bu premasni unutib qoldimmi ya? Oy. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men Langa soqchi xonasidan. Ha, qani. Ha, qani ekran. Aman. Oy, bo'ldi, yetgimisan. Oy, yo'q, tur. Oy, bo'ldi. Bak. Oy. Oy, mendigan chiroyli qo'ylar bu. Oy, rahmat. Ha? Bak. Ha, qani? Yuqorga o'tirar? İsminiz Marbiyamdi? Ha. Ha, siz meni yo'lishimdan ishto'g'liq keldingizmi? Baya siz telefonda ko'rishgan. Men shu. İsmim Aman. Ha, Amanka. Ha, qani. Ha, olma suyu qo'yib beraymi yo choy qo'yib beraymi? Çay. Ha, ma'qul. Ha, qani. Rahmat. Sizni bek ovozingiz chiqqan. Eskisi yok. Oy, kechiring. Ele ver. Assalomu alaykum. Biroq siz oldinib qolibsiz. Tavdan. Biroq, Bunda nasıl? voy, rostla oldinib qolibsiz, qarab boqmamsiz. Odamlar bog'i, hozir bog'i mahsulotning sifatiga bakra qaraydigan bo'lib ketdi-da. Ular uchirib bek tez bo'lib ketdi. Shuningga oxiri shundan keyin chekaldim. Tavdan. Ovda. Aşağı baksanıza. Siz rostla oldinib qolibsiz. Qarang, hozir degan uchur davriydanga. Hozir mening mollar yaxshi bo'lsa, shu hamma odamlar shu yaxshi mollarni tanlab oladigan bo'lib ketdi. Endi shu sizning mollaringiz endi yolg'on deb ketganmi bo'lmaydi. Yomon emas. Eski deb ketgan bo'lmaydi dedi. Qarang, to'r degan bog'i, bundaq qilqi to'rda narsalarni Ha, kompüter dedin. Ha? Kompüter. Hey, iş kompüter olsa dükkanınız var mısın? Küçük ha? İş kompüter olsa maylanız siz. Ya qilqi to'rda, ha, ilq munda degan. Eskete.
Az deganda bir yurishdan 20% foyda ola olaman ha? Ha? Ha. 20%? Ha. Rost ashta foyda olamsiz? Ha. Nemish qanda? Qarang. Mening adam Fransiyada da. Siz kimni izlaysiz? Men sizning Fransiyaning heliqi mallardan bir yurish avay degan. Ha, ma'qul. Undan so'ng 15 kundan keyin men sizga malni sepiray. Siz to'g'ri adresingizni deb bersangiz, endi pullarni menga kartamga silvasangiz bo'lardi. Tor adresimni men sizga deb bermayman, siznikiga. Men ahmoq qilmadim, o'zingiz telefon urganligiga berma dedingiz-ku. Buldu. Adam acaba hıcıl kadar çıkmasam gerek. Kirgen bahadı berek, 600 so'm. Hata, yana bir keling. Men hech pul demadim. Devletim pul alıp ben. Yo'q, men bu yerdalikqa. Deb atar, yana beklar, nechpa. Muhabbet unime Baxit kuşum Aşıqның oxlamay Körgen çüşüm Sadaqat teklini Qadayli şam Baharga cümler Uzun kışımın Muhabbet unime hayatqa bize Yürekке kuşlar Yana bir yürek Muhabbet size insanlar aziz Söygüsü